Ko'chada yurganingizda sizga hamma qarashi uchun kino yulduzi bo'lishi shart emas. 4 ta bola bilan chiqsangiz shuni o'zi yetadi. Odamlar mashhur insonlarni ko'rsa tez telefonni olib video oladi. Mani ko'rsa telefonni olib skori chaqiraymi, militsiya chaqiraymi degandek qarab turishadi. Mashhur insonlar maxsus mashinalarda yursa, men maxsus avtobuslarda yuraman. 4 ta bola bilan chiqqanimda odamlar shunaqa joy qidira boshlaydiki, ba'zilarini oynadan tushib qolgisi keladi. Anu mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz, opa deydigan blogerlar meni ko'rsa, opa jinnixonaning nomeri bormi deb so'rashadi. Ayol toshni bilsa kerak deb o'ylashadi shekilli. Ko'chaga chiqayotgan bolaga kiyimini kir qilma degan gapni umuman foydasi yo'qligini birinchi bolamdayoq bilganman. O'zi bolalar injiqligini o'zbek ayollaridan boshqasi ko'tara olmaydi. Bilasizlarmi, anu opog'ayam gnomlardan qutulish uchun o'zini uxlaganga sovuradi-ku, lekin bu stil bizda ishlamaydi. Ko'p bolali bo'lishning ham ko'p yaxshi taraflari bor. Yilda 2 marta hayit bayramida katta gonorar olishingiz mumkin. Qimmat ko'ylaklar sotib olishga majbur emassiz, chunki bu sostav bilan sizni hech kim mehmonga chaqirmaydi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, taniqli insonlarda o'rtacha 2 ta tan soqchisi bo'ladi. Meni yonimda 4 ta xavf guruhi bo'ladi. Birinchisi yig'loqi, ikkinchisi yugurib qochadigan, uchinchisi hamma narsani sotib olishni xohlaydigan, to'rtinchisi signalizatsiya. Men bolalar bilan ko'chada yurganimda faqatgina shu marojna sotuvchisi chin dildan xursand bo'ladi.